Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 20-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari. Barcha viloyatlar uchun. Hozir sizlarni Oynaijahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Kanalimizga yangi bo'lsalaringiz, iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Va albatta like bosishni unutmang. Hozir namozni endi boshlagan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namoz necha rakatdanligini ko'rsatib yozib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, kamtarona mehnatimizni qadrlab, iltimos videolarni oxirigacha ko'ramiz. 2 minutgina vaqtingizni ajrating. Vaqtingiz zoya ketmaydi. Xudo xolasa. Va albatta like bosishni unutmang. Like bossalaringiz azizlar, sizdan pul ketmaydi. Like bosish tekin. Like bizlarga pul keltirmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Shunday ekan, aktiv bo'lamiz. Azizlar, Telegramda ham kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Skilkasini soобщение bo'limida qoldiraman. Albatta o'tib obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz jadvallari chiqolmay qolsa ham, Xudo xohlasa Telegram kanalda kunlik namoz jadvallari chiqib boriladi. Kommentariyalarningizni o'qib boryapman, lekin javob qaytara olmayapman har birlaringizga alohida. Kommentariyalarga javoban assalomu alaykum va alaykum assalom. Omonmisizlar? Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Azizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.